Hop, jigarlar, bugun o'yin kuni. Bugun Real qanchalik tejamkorlik bilan o'ynash kerakligini yaxshi biladi. Bugun Real 3 kundan keyin Manchester Cityga qarshi javob o'yini borligini bilib maydonga tushadi. Bugun Real Elchega qarshi albatta g'alaba qozonish kerakligini juda ham yaxshi biladi. Chunki La Liga ham kerak Real Madridga. Barselonadan bor yo'g'i 4 ochko orqadamiz. Bu farq juda ham yiriklashib ketmasligi uchun bugun jamoamiz Real Madrid g'alaba qozonishi kerak. 14-martdan 15-martga o'tar kechasi tungi soat 1:00 da. Men sizlarga aytdim, mart oyidagi o'yinlar hammasi 1:00 da. Yaxshilab uyquni cho'tki qilib olib, futbolni ko'ringlar. Sog'lik birinchi o'rinda jigarlar. Albatta Zo'r TV telekanalida tomosha qilamiz. Agar televizorda ko'rishga imkoniyati yo'q bo'ladigan bo'lsa, Instagram opisiyaniyam tagida Telegram kanali joylashgan. O'sha yerga o'tib olsanglar, jonli efir silkasi tashab beriladi bolalar. Musofirda yurganlar bor, nashnoy smenada ishlayotganlar bor. Xullas, har xil vaziyat, svet ketib qolishi, hamma narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun jonli efirda Telegram kanalimizda bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bugungi jamoamiz Real Madrid tarkibi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. 100% bu tejamkor tarkib, chunki javob o'yiniga ham asrab qo'ymoqchi futbolchilarni Alvaro Arbeloa. Xullas, bugun xudo xohlasa jamoamiz Real Madrid g'alaba qozonadi, lekin imkon boricha minimal hisobda yutib olsa ham, u yog'iga tejamkorlik bilan o'ynasa juda ham yaxshi ish bo'lardi. Chunki 3 kundan keyin baribir javob o'yini bo'ladi. Javob o'yini ham Etihadda, Angliyada bilib bo'lmaydi. Manchester City'ni ham hali hammasini hal qildi deya olmaymiz. O'shaning uchun imkon boricha bugun Real yutish kerak, lekin harakat qilish kerak futbolchilarni ayashga. Jigarlar, bugun birgalikda jamoamiz Real Madridga omad tilaymiz va bitta like bosinglar videoga, kommentariy yozinglar, o'rtog'inglarga jo'natib tashinglar, podpiska bosishni esdan chiqarib qo'ymanglar. Hammalarga rahmat, salomat qolinglar.